Bugundan kursimiz boshlangan 1-apreldan. Ham praktika, ham nazariya bo'ladi. Ikkalovini parallel olib boramiz. Bu mashina Nexia 3 Stack 300 Xitoy gaz komplektatsiya turadi. Uni olib tashlab Stack 200 Go fast originaliga almashtirib beramiz. Mashinaning tosh dinamikalarini programma orqali stage 1 уровенida idealniy qilib, chotki dinamichni yuradigan qilib beramiz. Ana bu Onyx'ni gaz atib qoladigan odati bor edi. Ana bu shlanka map yorilib qolgan, o'zi diagnostikada topdik buni. Mashina chotki idealni ishlashni boshladi. Ishlarimiz davom etadi. Bu Captiva'ni ABS tormoz tizimida kamchilik bor edi. Buni hozir bu ham почти bo'ldi. Bitta skaner bilan, ya'ni launch pad yetdi. Orqali bitta настройка qilamiz. Cobalt ham programmирование, gaz 3-поколение настройка. Так, qo'limda bitta telefon menga. Qo'lim zangi to'g'ri. Sal noqulay bo'ldi video olish. Captiva'ni ABS tormoz tizimini hozir to'g'rilaymiz. Chap tomon ABS datchik отказ qilgan edi bu mashinada. Ustranение bo'ldi. Endi ошибкаlarni сброс qilib, ishlaydigan sostoyaniyaga olib kelib bersak, inshaalloh ishimiz tugatgan bo'lamiz mashinaga. Tez mashinalarni ko'ramiz. Tak, ketdi. Diagnostika apparatimiz launch и крans. Kelasizlar sizlar ham avtodiagnostika ishlari va programmирование bo'yicha Telegram sahifamizga murojaat qilib kelsanglar, inshaalloh ovora bo'lib qolmaysizlar, chunki kurs hozir bizda boshlangan, ham dars o'tish jarayoni bo'ladi, praktika jarayoni bo'ladi. Shuning uchun kelib ovora bo'lib qolmaslik uchun vaqtini точно belgilab kelsanglar, sizlarni yurish, haydash reaksiyalariga qarab turib programmani nastroy qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar.